o'zim sababchi. Nega? Tushirsa qanaqa uzaman-da. Qonataman. 82 yoshli bemorimizda burunni noodatiy kamdan-kam tushadigan holat, ya'ni rinofima, terini qavatlashishi bo'lishi mumkin. Aynan bu hech qanaqa jiddiy narsa emas, tegalar yaxshi, nafas olishda muammo yo'q, faqat o'sha terini qavatlashishi natijasida kelib chiqadigan kasallik ko'pincha yoshi kattalarda asosan erkaklar uchraydigan kasallik. Xudo xohlasa o'z operatsiya qilib olib tashlaymiz, burun o'zini shakliga keltiramiz. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I say that we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Nazik do'stlar, operatsiya o'z nihoyasiga yetdi. Rinofima operatsiyamiz yakunladik. Mana holat. Endi xudo xohlasa ko'rasizlar, ustiga epitel teri qoplanadi, taxminan 1-2 oy vaqt ketadi. Inshaalloh chiroyli burun bo'ladi. Xudo xohlasa, nafasga muammo yo'q. Yo'llar ochildi. Idealni qarang qanaqa. Zo'r.